yaxshi ekstromen. Sizlar bilaman, men YouTube'da juda ko'p vaqtga ketdim. Chunki men futbol o'ynab berib ketdim va men deyarli 2 oyga ketdim. Lekin bir oyga tortishga bir oy va 2 oyga hech ketib ko'rmagan. Bugungi videoda men Minecraft serverini sizlarga ko'rsataman. Uning uchun bizda yaxshi. Birinchi bizga mana bu kerak bo'ladi va yana o'zga kerakli bloklarni olaman. Mana men o'zimga kerak narsalarni oldim. Bizda birinchisi mana. Va sizlarga 10 tasini ko'rsataman. Hozir esa bu tagiga somon qo'ysak-chi. Demak, biz buni tekshiramiz. Qani, qaysi biri yuqoriroq borar ekan? Bada tagga savol qo'yganda biz yuqoriroq uchadi. Minecraft bunday narsalarga ham e'tibor bergan. Va bunda do'stingizni topish uchun bu yordam beradi. Ikkinchi, biz bu oddiy golem va bunda mana bu yerda hech chizib ko'rganmisiz? Sas qo'boq kellasi. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman. Tayyor tur. Qayoqqa ketyapsan? Shunaqa qarab tur mana. Ha, to'g'ri telba bu to'g'ri. Bo'ldi. Telba o'lib ketdi. Uchinchi sir. Agarda siz narsalarga sehrlamoqchi bo'lsangiz, uning yoniga bunaqa kitoblarni qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun hozir men bunga bossam, buni qo'ysam mana 5 va sehrlaymiz. Bo'ldi. Buning 5 bo'lar ekan. Endi biz yana bitta neterit qilichni olamiz va uning yoniga ko'proq kitob qo'yamiz. Mana men kitoblarni qo'yib oldim. Endi men neterit qilichni qo'ysam, what the fuck deb og'zingizni ochib 24 deysiz. Men buni oldim va biz buni tekshirib ko'rish uchun mana buni olamiz. Lekin bu kuchliroq emas-da. Qo'yadi. Ham bir urganda o'ldiradi. Mana go'sht ham pishiriladi. Va bizning uchinchisi ham tayyor bo'ldi va bizga mana bu narsa to'rtinchisi. Mana shu bilan biz narsalarga nom bersak bo'ladi. Misol uchun men hozir deyman obuna bo'ling. Ha, rosa ham obuna bo'ling. Obuna bo'ling. Bu nezarit qiluvchi siz uchun. Obunachilarniki. Endi men sizlarga hozir Minecraftda modsiz parashutni ko'rsatmoqchiman. Bu Minecraft uchun 4-chi sir. Hozir sizlarga ko'rsataman. Va mana 5-chi sir uchun. Minecraft siri uchun mana. Misol uchun men hozir mana shu yuqoriroq joy kerakda yasamabman chunki erindim. Chunki yo'qmaydi-da yasash. Hozir biz mana bu yerga o'tib, bu yerga tovuq esa kim bog'lanmay qoldi? Bo'laveradi mana. Mana bu bog'lanmabdi mana. Endi esa yuqorilarga chiqamiz. Mana bular pastda qolib ketdi. Emaysiz kerak. Mana shuni Minecraftda sinab ko'rasiz. Keyin esa 6-chi sir. Bizga misol uchun tuti kerak bo'ladi. Va mana bu va u zaharlanadi. To'g'ri, mana shu bersanglar pechenyani u zaharlanadi. Bo'ldi. Endi esa 7-chi cho'chqaga minish. Cho'chqaga minsa bo'ladi-da. Mana shuni qilasizlar. Yo'q, bu usul kerak. Sinab ko'ramiz. Hozir esa Endermanni qo'yib siz qochaveradi-da. Vremya den bo'ldi. Enderman qo'rqoq qochaveradi. Mana o'zlaring mana shunaqa survivalga o'tasizlar va Enderman yoniga borib qovoq kelgan kishalar bo'ldi. U qo'rqadi va u sizga tegmadi. Bu aynan Ender portali suvda ancha qulayroq. Mana 9-chi sir uchun bizga mana bu to'xta. Survivalda mana bu oltin lopatka olmosdan kuchli. Mana misol uchun bu tez buzadi. Lekin tez sinadi-da. Mana bu olmos qaraylar. Buni buzishiga qaraylar. Endi farqni ko'ringlar. Buni buzishi va'da, buniki mana. Lekin shu oltin lopatka tez buzadi, lekin bu tez sinadi. Va bu eng kuchlisi.
desak ham bo'ladi. Mana allaqachon bu sinmoqda. Sassiq suv. Aytgancha ucha olmayman, men surib yuboraman. Mana shunaqa qilyapsiz. Endi esa nezerit. Bu nezeritda kuchim ekanmi, sizlar ko'rib ekanman. Mana buning buzishi endi nezerit. Bilmadim, kommentariyaga yozinglar, короче, lekin bu olmasa aniq kuchi. Endi esa bizning so'nggi sirimiz esa biz buni kiyib olsak, o'xsharkan, o'xshamasligiga bilmadim. Va endi biz suvga tushamiz. Va mana bu bizni ozgina vaqtga suvda nafas olishga yordam beradi mana. Lekin endi yordam bermaydi. Qani boshqatda kirib chiqsak yana yordam beradi. Mana shu bilan video tugadi. Endi tez video chiqarishga harakat qilaman. Va hammaga xayr. Megabayt kam qolgan ekanmi? Xullas, hammaga xayr, ko'rmasam ham.